Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sizlarga sog'lik salomatlik tilagan holda keyingi videolarimizni boshlaymiz. Qadrdonlar, va'daga muvofiq dokumentni bitirsak, qurilishdan ish olamiz degandik. Mana xudo xolasa ish olgani keldik. Batda o'zimizni vodiyli akalar ishlayapti. Yana ishchi kuchi kerak bu yerga. Dokumenti bor yoki dokumentida ozgina muammosi borlar bo'ladigan bo'lsa ham pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, dokumentlarni qilib, xudo xolasa mana shu yerda sizlar bilan yelka bo'lib birga xudo xolasa yaxshi niyatlar uchun ish qilishni boshlaymiz. Hozir men kamerani olib ozmuncha ishlarni ko'rsatgan bo'laman. Rastvor hamma yoqda tushuntirib aytib sizlarga qo'yib o'taman. Qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta Telegram, WhatsApp'im bor. Iloji boricha Telegram, WhatsAppdan голосовой savollarini yo'llanglar, chunki oxirgi paytda juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Hammani ham ola olmayapman. Ko'pchilik kommentariyaga so'kib ham yozyapti, telefoningni ko'tarmayapsan deb. Men bitta o'zimman, sizlar minglagan odamsizlar. O'shaning uchun men uyimga qo'yayapman qadrdonlar. Hozir stroykani ko'ramiz. Qanaqa tushunmagan savollar, muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, голосовой qilib, chiroyli qilib savollarni beraverasizlar. Bo'lmasa kommentariyaga ham yozib qo'ysalaring, o'sha yerdan men sizlarga javob qaytarib turaman. Qani bo'lmasam ketdik. Rahmat sizga. Xo'p, qadrdonlar, stroykamiz g'ishlar bunaqa kichkina ordinarli g'ishlardan churnovoy qilib urilyapti. Kvadrat va kubatura, ya'ni kubaturalar hisoblaniladi. Bunaqa bir g'ish, 1,5 g'ish hisoblaniladi. Перегородкалар bunaqa yarim g'ishdan hisoblanadi mana. Bu etaj pastda bitgan etaj, ichkarisidagi ishlari qolgan xolos mana. Mana shu ishlar chornovoy kladka. Mana umumiy stroyka mana shu yerda katta stroyka ketadi. Nafaqat bu bino, naryoqdan uni monolitchilar ham ishlashyapti. Xudo xolasa asta-asta bityapti. Mana yoqda ham monolitchilar ishlayapti, u yoqda ham monolitchilar ishlayapti. Xullas, ish davom etyapti, ish ketyapti. Ish tuganmas xudo xolasa. Ishda oxiri yo'q desam bo'lar. Chornovoy kladkani hamma bemalol uraveradi. G'ish urishni bilmayman degan odam ham necha maka kelib qo'pol qilayotganda gazini olgandan keyin urib ketaveradi. Mana shunaqa joy. Xo'p. Bu yerlarda mana rastvorlar tayyor, привозной rastvorlar keladi. Umumiy общий olganda hamma stroykada ham rastvor tayyor olib kelinadi. Shu rastvor olinadi. Bitta badiya 0,25 hisoblanadi. 4 ta badiyaga olinsa 1 kuba rastvor olindi hisob bo'ladi. Agar 4 badiyani ishlatvoradigan bo'lsa, o'sha 1 kubani shundoq puli bor. Mana g'ishlar. Mana maytlar kvadratni hisob, yarim g'ishlar mana. Bu yoqlar mana ichkari skvaznoy bo'lgani uchun mikrofonimni to'sib olganman. Agar shovqin bo'lib ketadigan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Mana shunaqa g'ishlar mana. Ishlar. Hozirgi paytda mana yerda urushyapti, xudo xolasa bir 2 qator urushgandan keyin уже vatan tugaydi, yengillaydi xudo xolasa. G'ishlarni qabul qilib olish. G'ish yengillab qolgan batda g'ishlarni qabul qilib olish mana. Ruxlida olasiz g'ishni. Ruxlida ko'pchilik ishlatgan. Deb bosgan saringiz naryoqqa ko'tariladi. Buni mana ruchnoyni bossangiz, u yog'i pastga tushadi xullas. Buni bilmaganlar uchun endi. Juda men yaxshi ko'rgan narsa bu ruxli. Xo'p, g'ishni rastvorda mana maytdan qabul qilib olinadi. Mana maytdan qabul qilib olasiz. Mana tashqari mana. Tashqari mana o'g'ni krandan olinadi mana. O'g'ni krandan olib kelib beriladi. Mana shu yerga tushirib mana g'ishni ham, loyni ham mana shu yerdan olib olinadi. Bu stroykada juda ham strogi ekan. Hamma kaska, jilet bilan как положено ishlash kerak ekan. Uni bolalar ko'ryapsizlar. Qilgan stroykalar borda uncha e'tibor berishmasdi. Bu yerda juda ham qattiq tartibga quloq solinar ekan xullas. Jarimasi katta ekan, kaska kiymagan, jilet kiymaganlarga. Xullas mana. Yana bularda yarim kuba rastvor qolgan, buni ishlatib olsa, xullas bunga ketishadi. Mana shunaqa ishlar xudo xolasa. Uni rastvorni yeyishib-yu, qatganini qarang, bay. Endi nima qilinadi bu? Xullas mana shunaqa mayli. Ularni qo'yamiz. Bir necha qatordan keyin chertojga qarab setka qo'yiladi. Обязательно setka qo'yib uriladi g'ishlarning orasiga, chunki setka qo'yilmaydigan bo'lsa bo'lmaydi. Setkingizni texnozor kelganda o'zining apparati bor, pip qilaydigan, o'shanda tekshirib oladi. Qaysi qatorda setka bor, qaysi qatorda setka yo'q. Mana shu yerdan apparatida ko'rib bilib olsa bo'ladigan. Shu yerda akalarimiz. Sizlar ham kameraga chiqasizlarmi, chiqmaysizlarmi? Chiqmaysizlarmi, mayli.
Hop, sheriklarimiz ozgina uyalishdi kameraga chiqishdan. Xullas, mana shunaqa ishlar qadrdonlar. Stroykada ishlayman deganlar, stroykani tushunadiganlar bemalol aloqaga chiqib gaplashsalaring bo'laveradi. Telefonlasalaring, telefon qilsalaring gaplashamiz, tushuntiramiz. Xudo xolasa, dokument yo'qlarga ham yordam beramiz. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Asosiysi rus tilini bilib bersangiz bo'ldi. Ekzamindan o'tadigan bo'lib, rus tilini bilib bersangiz bo'ldi. Xudo xolasa, dokumentlar bilan hamma yo'lni qilib kelishib ishlasak bo'ladi. Chunki ish bor. Mana ish bor, dokument qildik, hamma joyda ish bor. Faqat ishlaydigan odam kerak. Puliga bexijolat, xudo xolasa, yaxshi insonlar, bu insonlarni bilaman. Bundan hech qanaqa kitob qilish, bir otish, ularni kesish, shunaqa degan narsa yo'q. Yaxshi halol insonlar. Shunaqa gap endi. Qadrdonlar faqat aloqaga chiqarsa, tepada hali 0, bitta ham ish qo'yilmagan. Ketib chiqib ko'ramiz. Xo'p. Atashmasam, biz 5-mi etajdamiz. 5-etajdamiz atashmasam. Bu 6-etajga bitta chiqamiz. Sizlar bilan ko'ramiz. Yo'q, bu bo'lgan ekan. Yo'q, bu bitgan katta etaj ekan bu. Buni tepasi bitmaganmi ekan. Hozir pastdan qaraganda 2 etaj bor edi, bitmagan edi. Ha, bu oho! O'shancha etaj bor ekan tepasida. Men o pastdan qaraganimda tepadan 2 etaj bo'm boshida o'sha etajlarda o'ylabman hozir. Ha, mana. Vot. Mana etaj mana. Yalang'och turibdi mana. O bolalar ishlashyapti-ku. Bilas mana shunaqa. Yalang'och ishlasa bo'ladigan joylar. Ishlamoqchi bo'lganlar, yomg'irda ham, boshqa narsada ham, qorda ham, sovuqda ham ishlasa bo'ladigan. Sababki tepangiz yopiq asosiysi. Tepa yopiq. Atrofdan endi skvoznoy bo'lib shabada bo'lib turadi. No. Ishlasa bo'ladi. Aloqaga chiqsalaring, albatta bo'laveradi. Boshqa shaharda bo'lsalaring, aloqaga chiqsalaring, patentni ham perevod qilsa bo'ladi Kazanga. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Salomat bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, rahmat.